Marvel уже провал bo'libdi. Voy, bitta kino ko'rish uchun 2 yil kutgan. Просто bor kinoni ko'rish uchun. Ko'rib o'tiraman kinoda. Cho'za figня deyapman deb o'tirib borib, blin, shunaqa ham rasvo bo'ladimi deyapman. Kast ko'rdingizmi? Qanaqa? Kast ko'rdim. Kast haqidagi memizmi? Leondan olingani. Everyone deydi, ko'rdingizmi? Leondan olingan boplashga hammani yig' deydi-da. Rostdan boshqacha ta'sir qilgan bu menga xatiko bo'lgan. Endi mendan xatimni qanaqa burilish yasaman-ya, albatta, lekin kinoni ko'rib birinchi marta yig'laganman o'shanda. Videoni boshlab qiziqib ko'rganingiz uchun rahmat. Sizlar bilan Abu va Qovoqxona kanaldasizlar. Posterdan anglaganinglardek, bugun bizda podkast va bizda mehmon bor. Odil aka Nizomov. Kamina Kamtarim bugun xizmatingizda. Bemalol mazza qilib kinolar haqida gaplashib o'tiramiz. Shunaqa. Taklif uchun rahmat. Xursand bo'ldim. O'zi bilarmidingiz yo'qmi? Men ham kinomanman. Kinolarni yaxshi ko'rib yuraman. Taklif qilganingiz uchun xursandman. Mazza qilib bugun shu aytganingizdek gaplashamiz, suhbatlashamiz. Endi nima haqida suhbat bo'lishini hozircha bilmayman. Endi o'zingiz yo'nalish ochib, mavzu ochib olib ketaversangiz, keyin tortaveramiz-da. Chiroyli boshlab olish uchun bitta tanlov qilamiz. Eng chiroyli aktrisalarni aniqlaymiz. Sizga yoqqan. Variant beraman, tanlab ketaverasiz. Bo'ladi. Bani battilda unaqasi ketaveradi, to'g'rimi? Shunaqa. Yutqizgan chiqib ketadi, yutgani ketaveradi. Shunaqa. Instagramda aylansin. Bo'ldi. Xotinim. Uyda janjal bo'lmasa bo'ldi. Shu. Mayli endi. Biz faqat o'sha kino nuqtai nazardan baho beramiz. U shaxsiy masalalar emas. Shunaqa. Anna Hathaway, Sophie Turner. Anna Hathaway, Elizabeth Olsen. Vandan o'ynagan. Anna. Scarlett Johansson, Anna Hathaway. Scarlett Johansson ham chiroyli, lekin mayli, Scarlett Johansson bo'la qolsin. Anna ham chiroyli lekin. Scarlett Johansson, Emma Stone. Emma Stone bu La La Land'dagi aktrisa. Scarlett. Scarlett Johansson, Emma Watson, Harry Potter'dagi. Emma. Qiyin. Chunki Emma Bolalidagi muhabbat. U yoshlikdagi muhabbat. Chiroyli aktrisa. Endi hozirgi holatda qanaqa bilmayman, o'sha paytdagi ko'rinishlarini ko'rganman. Hozircha o'zgarib ketgan bo'lsa kerak. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, Angelina Jolie. Angelina Jolie. Angelina Jolie, Natalie Portman. Qiyin, juda qiyin. Natalie Portman ham endi hozir ancha qarib qoldilar. Prime vaqtiga. Prime paytlari, lekin ancha chiroyli bo'lgan. Angelina Jolie, Margot Robbie. Lekin bu qiyin, rostdan qiyin, lekin Margot Robbie mayli. Endi Angelina Jolie ozgina qarib qoldi. Margot bo'la qolsin. Bizda final. Margot Robbie, Anna de Armas. Anna de Armas. Hozirgi yoshlarni hammani krashi, sevimli aktrisasi Anna de Armas bo'la qolsin. Hali yoshman demoqchilar. Ha. Zag'olib, Anna de Armas. Zo'r. Yaxshi, lekin boshqa aktrisalarni kutdim ko'proq. Endi hozir xayolimga ham kelmadi. Siz umuman xayolim kelmagan joydan boshladingiz-da. Annalardan. U men aktrisani ismini hozir bildim-da. Monica Bellucci'lar endi. Endi oldingi asr aktrisalardan. Xohlagan odamdan Monica Bellucci yutardi lekin. Shunaqa. Agar xohlagan yutardi, Monica Bellucci yutardi. Oxirigacha olib borardim. Boshida berganingizda. Scarlett Johansson shunaqa olib ketadi deysiz. Yo'q, endi Scarlett Johansson chiroyli aktrisa, lekin oxirigacha emas, xullas, oxirigacha emas. Bo'ldi. Yaqinda kinoda chiqdi anaqada. Nimada? Yura davrini yangi kino. Unda ko'rdim. Ancha formaga kirib formadalar. Marvelga qaytishlarini kutamiz, opani. O'z o'rinlari bor edi Marvelda. Qora beva rolida. Nimagadir chiqarib yuborishdi Marveldan uni, o'ldirib. Qanaqa hissiyat bo'lgan Marveldan gap ochildi? O'lganida
man u necha chiqqanda 19-yilgi 19-yilgi, anaqada qasos-korlar finalda bo'lgandi. Hissiyot endi temir odamga achinganchalik achinmaganman, lekin baribir o'zini o'rni bor edi. Qachon uni o'zini o'rni borligini bildim, o'zini kinosi chiqqanda. Uni singlisi bo'ldi-ku o'rniga Qorabeva. O'shandan keyin tushundim. Scarlett Johansson baribir yaxshiroqda Qorabeva rolda. Ya'ni mana hozir nima qilishyapti ko'proq remake deydimi, eski personajlarni chiqarib, o'rniga ularning shogirdi, o'g'li, qarindoshi, jiyani, singlisi o'shalarni qo'yishyapti, lekin baribir original personajlarning o'zini o'rni bor ekan. Sal kechroq tushundikda uni biz. Original 6 lik, 7 talikmi? 7 talik edi shekilli. 6 ta bo'ladi ular. Temir odam bo'ladi. Kapitan Amerika, Hulk, Clint Barton, anaqa Lochin ko'z, keyin Lochin ko'z, Natasha, mana bu nechta bo'ldi? 5 tami? Thor qo'shilmadi, 7 ta. Ha, Thor, Thor. Yo, Thor bilan 6 ta. Kapitan Amerika, Hulk, Thor, Temir odam, anaqa Lochin ko'z va Qorabeva. 6 ta. 6 ta. Tatuirovka qo'ydirishganda, qo'lligiga ko'ryapsiz, o'sha oltinning ramzi turadi, bilasizmi? 6 ta. Bilmaydi uni. Ana chaqirib olgan bilmaydi. Hay. Mana o'sha 19lar endi Marvel pikida, bizda ham yoshimiz endi super qahramon filmlariga qiziqib, sevib yuradigan vaqtlarimizda o'sha Marvel bitta kinosida o'sha ko'zimdan yosh chiqqan, o'shanda ham o'sha finalda Natashaning o'limida. Oxirida unaqa ta'sir qilmagan nimagadir. Ha, yo'q, Natasha ko'proq ta'sirlanganmiz. Ha, chunki men qanaqadir endi u joy o'sha o'lgungacha bo'lgan joyini o'zi ham yaxshi olib kelishgan, Clint bilan sakrizga birga ikkalasi bir-birini naqib qoladi. Clint qolib ketadi, keyin Natasha tushib ketadi. To'g'ri, lekin dramatik chiqqan u sahnasi, lekin juda ham. Lekin baribir men u narsani kechroq tushunganman. U paytda unchalik simpatiya yo'q bo'lmagan Qorabevaga nisbatan. Endi men o'ylaganman, oddiy personaj, hech qanaqa qobiliyati yo'q, super qobiliyat chiqib ketdi, okey. Bu yoqda temir odam ketyapti, Kapitan Amerika ularga achinsa bo'ladi degandim. Keyinroq tushundim, baribir o'sha original 6likni o'zini o'rni bo'lgan Marvelda. O'sha finalni kutish qanaqa bo'lgan? U paytda men necha yosh bo'lganman? 18 yosh bo'lgan ekanman. Hozir necha yoshsiz? Men 16 yosh bo'lganman unda. Unda 16 yosh bo'lgansiz. Siz 2 yoshmi farqimiz? Demaysanmi? Deyarli tengdosh bo'lgan ekansiz. Men kollejda o'qirdim u paytda. Keyin xullas qilganmiz. Biz kinoteatr u paytda ko'p emas, mana hozir sinematika boshqa kinoteatrlar bor-ku. IMAX kinoteatrlar bizda u paytda ko'p edi har holda. Hozirgichalik emasdi. Royal Cinema bo'lardi. Hozirgi Samarqand darvozada buzilib ketgan. O'sha yerga telefon qo'yamiz edi. Mana shu choq bilan, kursdoshim bilan telefon qo'yamiz, anaqasi kassasiga. Короче, qachon premyera deb so'raymiz edi. Biz qachon premyera bo'ladi? Biz internetda ochib ko'rasigan bo'ladi, biz kutyapmiz edi. Qachon premyera, yosh bola bo'lganmiz. Qachon bo'ladi premyerasi? Necha pul biletlari deb qiziqqanmiz o'sha paytda. Keyin baribir bora olmaganman kinoteatrga. Afsuslanaman, eng katta yo'qotganlarimdan bittasi armon bo'lib qolgan. Kinoteatrda ko'ra olmaslik, chunki endi ko'rganman. O'shani chiqadi-yu, kinoteatrda chiqqan piratskiy variantlari chiqadi, kinoteatrdan yozib olingan. TS variantlari. Test ko'rib qo'yganmiz. Test ko'rganman. Chunki kinoteatrga nimadir bo'lgan, xullas bora olmay qolganman. Keyin o'sha ertasi kuni hamma spoilerga to'lib ketadi-yu. O'sha bora olmadim, o'sha mayli ko'rib qo'ya qolay deganman-da. Chunki spoilerlar chiqishni boshlagan-da menga. Spoilerlarni ko'rganingizda qiziq qolmaydi-ku baribir. Hozir ko'rib internetda o'tiramiz, ko'rib qo'ymaydiganman-da, keyin o'sha TS formatda ko'rganman. Afsuslanaman bu narsadan. Maslahat ham bermayman. Agar imkoniyat bo'lsa kinoteatrga borib ko'rgan eng yaxshi variant. Ungacha bo'lganlarni kinoteatrda ko'rganman. Undan keyingilarni aynan o'sha paytda bora olmagan. Nimadir bo'lgan, xullas sog'lig'imda muammo bo'lib qolganmidi, 3-4 kun ko'chaga chiqa olmay qolgan paytlarimga to'g'ri kelib qoldi. Lekin o'sha anaqada ko'rganimda, kompyuterda ko'rgandim, o'sha internetdan ko'chirib olib, juda zo'r bo'lgan. Men u kinoni originali chiqqunicha, ya'ni sifrovoy varianti chiqqunicha kamida 10 marta ko'rganman. Qayta ko'rganman, qayta. Adashmasam mayda premyera qilingan, men sifrovoy avgustda chiqqan adashmasam. Avgust oxirlarida o'sha yil, sentyabrda chiqmadi. Xolos o'sha avgust sentyabrgacha sessiya varianti. O'shani qayta ko'rib o'tirganman. O'sha final sahnasi bomba bo'lgan. Shunaqa. Oxirida hammasi anaqa o'lgan vaqt. Ha, oxirida hammasi? Oxirida hammasi o'sha yig'ilib turadi-yu, Ha. Assemble deydi-yu.
Ha, o'sha sahnasi, o'sha umumiy oxirgi jang sahnasi, ungacha bo'lgan joylari zo'r bo'lgan. Bilgan bo'lsangiz, o'sha paytda mana hozir kinolari chiqishidan oldin baribir qanaqadir ketadi. ha, misol uchun nima deydi narsani insiderskiy ma'lumotlar chiqib ketadi-ku oldindan. Unda chiqmagan, juda kam bo'lgan. Bilishgan taxminan nima bo'lishi variantlar har xil teoriyalar bo'lgan. Lekin oxirida Temur odam o'lishi, vaqtidan orqaga qaytishligi, Kapitan Amerika qolib ketish umuman bilmagan hech kim 100% nol ma'lumot bilan ko'rganman-da men uni kinoni. O'shaning uchun juda zo'r. Misol uchun undan oldingilarda baribir ozgina chiqib qolardi-da, nimadir ma'lumotlar eshitib qolardik. Primerni sujetni bilardik-da. Bunda sujet umuman bilmaganmiz. Mana boshida tanisi to'r chop tashlaydi boshida kinoni boshida o'sha sayyorasiga borib, o'shadan keyin men nima bo'ladi yoki tushunmay qolganman-da. Boshqa kino nima bo'ldi hozir deganman-da. Orada vaqtlar o'tib ketadi. Ha, orada 5 yil o'tib ketyapti. Nima bo'ldi hozir? Nimaga unaqa qilishdi? O'sha nol ma'lumot bilan juda bir dunyo emotsiyalar olganman-da kinodan. Zo'r bo'lgan. Mana bunaqa gap bor o'zi. Kinoni tushunmaydigan odamdan so'raydi, eng zo'r kino, tarixdagi eng zo'r kino qaysi desa, Qasoskorlar 5 deydi. Keyin Qasoskorlar 4 deydi. O'sha final aytadi. Keyin o'rtacha darajadagi odamdan so'raydi, eng yaxshi ko'rgan kino qaysi desa, nima deyish mumkin? Fight Club deyish mumkin. Yana undan ham yuqoriroq odamdan so'raydi, eng yaxshi ko'rgan, eng zo'r kino qaysi desa, o'sha Shawshankdan qochish deydi. Keyingi eng top darajadagi kinoni tushunadigan odamdan so'raydi, eng yaxshi kino qaysi desa, Qasoskorlar deydi. Shunaqa. Endi fantastika janrida bo'lsa, misol uchun rostdan ham juda maromiga yetkazilib olingan olam nimaga mashhur bo'lib ketdi? O'zi bu Qasoskorlar final bu bitta kino emas-da. Umumiy hamma kinolarni yig'ilib oxirgi anaqasida u natijasida ungacha nechta kino olinganda 2008-yildan beri 11 yil ichida qancha kinosi chiqarganda Marvel. O'sha ya'ni mana ba'zi kinolar bor, bitta kino, bitta qism, uni prequel, sequel bo'lmaydi, bitta qism bo'ladi. O'sha qism o'zidan siz bor emotsiyalarni olasiz. Siz Qasoskorlar finalni ko'radigan bo'lsangiz, siz o'sha temir odam qanaqa temir odam bo'lib kelgunigacha bo'lgan ma'lumotlaringiz, to'g'ri o'zidagi og'riqlari yoki Loki chiqmagan, umumiy Kapitan Amerika masalan o'sha yerda oxirida Cartermidi, anaqasini oti, ayolning oti, sevgan qizning oti Peggy Cartermidi. U bilan qolishi masalan yoki masalan o'sha Clint bilan Natasha o'sha paytda kim sakrashga tayyorlashadi. U hammasini siz tanisi o'zini yoki Nebula yig'lashi, otasi o'lganda bo'lmasa qancha zulm qilganini bilasizda. U Gamora masalan yoki galaktika qo'riqchilari masalan Star Lord Gamora uchun kurashadi-ku. Hammasini siz bilib, his qilib turasiz. U bitta kino emas-da, o'sha nechta 17 tami qancha chiqqan bilmayman o'sha paytgacha. O'sha hammasini yakuniy yig'indisida u. Hali ham o'sha cho'qqiga chiqmadi. Yo'q. Chunki menimcha qiyin hozir yana qaytib o'sha cho'qqiga chiqishi. Mana endi keyingi yil Doomsday chiqishi reja qilishgan. Mana o'sha adashmasam syomkalari hali ham davom etmoqda, hali tugamadi. Lekin u darajada bo'ladimi yoki yo'qmi bilmayman, chunki hozirgi pravalida Marvelda qiyin. Mana nimaga desangiz, oldin finalgacha ko'p proyektlari uspeshniy bo'lgan, muvaffaqiyatli bo'lganda. Masalan, Kapitan Amerikani o'zining kinolari yoki Temir odamning o'ziniki Thor masalan, ungacha chiqqan yana qaysi kinolar? Hammasi xullas, endi bitikda o'xshamaganlari bo'lishi mumkin. Ungacha deyarli hamma kinolar yaxshi chiqqan. O'rgimchi odam chiqqandan undan oldin umumiy va mana hozir mana bilgan bo'lsa, shu finaldan keyin o'xshamagan kinolar juda ko'payib ketdi. Seriallar sabab bo'ldi bunga. Ha, endi seriallar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bu-chi mana masalan agar mana bunaqa narsada siz final deylik, final muxlislarning plankasini ko'tarib qo'ydi. Shunaqa. Ya'ni masalan kutilmalar ortib ketdi. Juda oshib ketdi-da. Undan keyingi chiqayotgan kinolarni u darajada qilish olmaydi endi. Endi muxlislar qanaqa xohlaydi? O'sha final bo'ldimi, katta crossover bo'ldimi? Endi keyingilari ham kamida shunaqa bo'lishi kerak deyshadi. Endi u final byudjeti qancha so'mga qilingan, qancha gonorarlar yoki aktyorlarga, undan keyingi chiqayotgan seriallar hammasi low budjet qiladi. Ular katta byudjet ajratmasdan. Finalda bu darajada bo'lib ketishiga sabab ham anaqa.
cheksizlik urushlarida o'sha Thanosga yutqizganidan keyin Ha, nima bo'ladi degan. kutish effekti bo'ladi. Juda teoriyalarga to'lib ketardi. Maktabda o'qirdik. Sinfda yig'ilib yorardik-da bolalar bilan. Marvelchilar, kinochilar. Aslida bo'lganmi? Ha. Aslida bo'lmasdi shu. Teoriyalar aytardi hamma. Yaqinda bitta kinosi chiqar ekan, Kapitan Marvel chiqishi arafasida. O'sha personaj Thanosni yutib qo'yar ekan. Shundan keyin qanaqadir umid paydo bo'lar ekan. Har xil variant teoriyalar o'zimiz teoriyalar tashar. Fan teoriyalar, fan faktlar. Shunaqa qilib o'tirardik. Ha. Ya zo'r, lekin menda bo'lmagan unaqa internetda bizning community bo'lardi. O'sha paytda Marvel DC community bo'lardi. Ko'pchilik bolalar bor, hozir ko'pi bloger bo'lib ketgan, shu kino blogerlar bor. Telegram kanallar yurishadi. O'shalar bilan suhbatlashib o'tirardik-da biz oldin. Kutganmiz juda ham. Ya'ni hozir boyagi fikrimni tugatib qo'yaman. O'sha mana finaldan keyingi chiqayotgan kinolar baribir pastroq darajada bo'lishi aniq edi. Prosta shunchaki final plankani juda baland qilib qo'ydi. Endi mana misol uchun sizga yoqdimi yoki yoqmadimi Lochin ko'zi seriali? Lochin ko'zi serialini ko'rmadim. Seriallardan faqat WandaVisionni ko'rdim. Bu Wandaga bo'lgan ozgina muhabbat uchun. Lokini ko'rdim aytmoqchi. Lokini ko'rmasa bo'lmaydigan qilib yuborishdi-yu. Ha, Loki rostdan yaxshi. Misol seriallar o'xshamadi deysiz-ku, lekin yaxshi chiqqanlari bor. Loki zo'r chiqdi. WandaVision ham yomon emas, yaxshi. Yana bitta serialni ko'rdim. Maxfiy urushlarni ko'rdim shekilli. Maxfiy urushlar? Secret Invasion'midi? Ha, maxfiy bosqin. Maxfiy bosqin. O'sha yoqmadi. Chunki u rostdan ham juda rasvo. Rasvo qilishdi. Ikkita personajni super qilib yubordi. Hamma qasos-korlarning kuchi bor unda. Xuddi shunaqa. Yaxshi aktrisa o'ynagan, Emily Clark. Yoqmadi. Skrull haqidagi serial. Ha, u endi rostdan ham. Yana o'xshamaganlar bor. She-Hulk bor misol uchun yoki Miss Marvelmidi? Kichkina Kamolaxon. U ham o'xshamadi uncha. Keyin yaqindan u chiqdi. Temir odammi, qiz bola variant. Iron Heart. O'sha temir yurak. Temir yurakmi o'sha? Xolos o'sha. Editor chiqib ketdi-yu, temir odam nima qilgan? Millioner bo'lgan o'zi deydi-yu. Temir odam g'orda yasagan deydi-yu, metallondan. To'g'ri, o'xshamagan seriallari bor, oldingidek o'zini kuchini yo'qotgan. Lekin masalan, Doomsday ham ko'pchilik kutyapti, umid bog'lashgan unga, juda katta umidlar bog'lanib turibdi hozir fanatlardan. Oldingi kamida eng minimum o'sha finalni emotsiyasini berish kerak muxlislarga. Agar unaqa bo'lmasa, Doomsday ham qiyin. Finalchalik emotsiya bera olmasligi mumkin odamlarga. O'zi juda ko'p anaqa insightlar chiqib ketdi. Chunki ungacha hech qanaqa tayyorgarlik yo'q, progress yo'q. Misol uchun Doomsdayga aloqador qaysi proyekt bo'ldi? Masalan, cheksizlik urushi yoki finallarda unga hamma voqealar o'shanga olib kelinganda, to'g'ri kinosi, qasoskorlar oldingi filmlari. Qasoskorlar 1da ham anaqa o'zini sayyorasidan buyruq berib o'tirgan Thanosni ko'rsatadi-da. O'sha boshidan o'shani ustiga qurilganda u narsa. O'sha 3tami 4ta fazi o'sha finalgacha bo'lgan hamma fazi o'sha narsaga bog'langan 3-fazi edi. Bu endi Kang bilan bog'liq muammolar ham bo'lib qoldi shekilli. Ha, bu aniq. Kang bilan muammolar bo'ldi. Kang bu o'sha Loki serialida chiqdi birinchi. Shunaqa. Unda ko'rsatdi va o'sha naqani odamda qasoskorlarni keyingi qismini, o'sha 5-qismini Kangga bog'lashgandi. Kang sulolasimi, desmasam, o'sha naqa qilib nomlashgandi. Aktyor bilan muammolar bo'lib qoldi. Keyin chopib yuborishdi uni, keyin o'sha naqa o'tib ketdi. To'g'ri, endi bu yerda ham naqa bor, sabablari bor o'ziga yarasha. Ya'ni to'liq o'zi xohlagan holda bunaqa qildi deya olmaymiz. O'sha Kangga bog'lab, sekin olib kelishmoqchi edi. O'xshamay qoldi. Keyin aktyor yana oqlandi, nimadir bo'ldi. Oqlandi. Keyin o'sha ungacha bu yerda Robert Downing chaqirib qo'yishgandi-da, bunaqaga Doktor Doom roliga. O'shandan keyin qolib ketdi. Ungacha ham vaqt bor emasmidi? Misol uchun men Fantastik 4likni yangisini juda ko'p kutdim. Nima bo'lar ekan, qanaqa qilib bizga Doomni tanishtiradi debdi. Tanishtirmadi umuman. Umuman hech narsa yo'q. Men ham kutgandim. Doom to'g'ri kinoda asosiy yovuz emasdi. Treylerda ham ko'rsatgan, shu Galactus kelishi aniq edi. Lekin men o'ylagandim, baribir Doktor Doomni juda bo'lmaganda qanaqadir epizodda ko'rsatib ketsa kerak deb. Endi o'sha oxirida yuzini ham ko'rsatmadi. Oxirida o'sha titrlardan keyingi sahnasida o'sha o'g'lini olib kelgan joyini ko'rsatishdi. Yo'q, misol uchun mana hozir
balki bu ham qiziq bo'lishi mumkin bir tomondan o'ylab qaragan. Ya'ni biz hozir hech qanaqa ma'lumot bilmaymiz Doktor Doom haqida. Ya'ni kinolarda ko'rsatishmagan, uni nima xohlashi, misol uchun to'g'ri o'sha multi olamlarni birlashtirishi haqida unaqasi g'oya yuribdi. Yangi olam. Yangi olam yaratish o'sha motivi shunaqa ekan, bilishim bo'yicha, ya'ni hamma olamlarni, hamma multi olamlarni bitta qilmoqchi. Balki shunisi qiziq bo'lar demoqchiman-da. Balki biz bilmaymiz qanaqa nima bo'ladi, ungacha hech qanaqa u haqida ko'rmadik filmlar, unga aloqador personajlarni ko'rmadik. Birdaniga o'sha Doktor Doomni keyingi yil ko'ramiz-da. Premyerasini surishdi, yana menga lekin yoqmadi. Shunaqa. Ulgurishmasligi aniq edi, chunki o'zgartirishni kiritib bir nimalar qilishdi. Maydonda maydonda ham anaqa Doktor Doom Robert Downey bilan anaqa Star-Lord o'ynaydigan aktyor ozgina chiqish olmay qolgan, ularni epizodlarini alohida olishayotgan chiqdi. Anaqa Fantastic to'rtlikdan oldin shunaqa insight chiqdi. O'sha Doktor Doomni epizodini, o'sha Doktor Doomni olayotgan rejissyorlar olyapti. O'sha titrlardan keyingi sahnani o'sha rejissyorlar suratga russolar oladi deb o'sha Doomni shu bilan tanishtirar ekan degan insightlar chiqdi. Shuning uchun ham menda kutilmay kuchayib ketdi. To'g'ri, Akiko Russolar olgan u sahnasini. Uni ham Akiko Russolar olgandi. Thunderbolts'midi, nima? Momaqaldiroqlari o'sha oxirida Fantastic to'rtlikning kemasi uchib ketganini ko'rsatishdi bizga. O'shani ham Russolar olgan uni. O'sha endi ularda ham noilojda bitta kinosi qoldi, ungacha chiqadigan, misol tezroq nimadirda ko'rsatib bog'lab yuboraylik qilib o'ziga olib boshqa o'sha o'zini rejissyorlarga ishonmasdan qo'shilishgan bo'lishi mumkin-da. Chunki baribir Russolarni bilamiz. Misol uchun anaqagacha cheksizlik urushigacha Kapitan Amerika 3 bor-ku, fuqarolar urushi. Ularni ham Russolar olganda. Unga tayyorlab olib kelishganda o'sha bo'linib ketishi, cheksizlik urushida alohida bo'lgan-ku, ular keyin yig'ilishgan-ku. Ya'ni Russolar oldingi proyektlardan boshlab tayyorlab olib kelishgan-da qasoskorlarni. Endi undan keyin Russolar bilan xayrlashib ketkizib yuborishdi. Qasoskorlarni o'zi keyingisini boshqa rejissyor olmoqchi edi, bildingizmi? Keyin yani chaqirishdi. Shang-Chi'ni rejissyor bor. Shang-Chi'ga keyin anaqani berishdi, uni rejissyoriga O'rgimchak odamning yangisini. O'rgimchak odamning yangisini berib yuborishdi. U bo'lmasa o'sha olmoqchi edi, shunaqa variantlar ham yuruvdi. Hali u bilan kelishmagandi. Keyin Russolarni chaqirishdi o'tgan yillarni Comic-Conda. Yaxshi. Keyin kelishdi. Shunaqa. Anaqa Star-Lord deb o'tib ketdik boya. Sizda qanaqa emotsiya bo'lgan o'sha cheksizlik urushida? Tanishdi endi yutib uxlatib qo'ygan joyida. Uradi-yu. Ha. Gamora qani? Ko'pchilik asabiga tegadigan sahnasida-ku. Unda to'g'ri menga ham yoqmagan. Kalla qo'ygan. Hamma so'kadi o'sha. Men ko'raman kommentlarda boshqa joylarda o'sha kino haqida gap ketsa ham o'sha sahnasini eslab bitta so'kib ketadi Star-Lordni. Sal biroz nima desa bo'ladi, buzib qo'yishgan shu joyida. Shunaqa. Nimaga? Hamma narsa tayyor, endi urib xullas uyg'otib yuborishadi tanisi. Endi balki endi kino tushunsa bo'ladi. Hozir yechib olsa bo'ldi, tugaydi kino. O'sha bo'ldi. Bunaqa qolmaydi, qiziq qolmaydi. Oxirigacha olib borish kerak baribir. Bu narsani yechib olmasligi aniq edi shu joyda baribir. Qanaqadir bir qo'pol tarzda xunuk ko'rsatib qo'yishgan Star-Lordni muxlislarga. Umuman olganda unaqa emotsiyam yomon bo'lmagan. Endi men har holda qisman bo'lsa ham tushunib turganim uchun vaziyatda unaqa yomon negativ bildirmaganman. Unda kalla qo'ydi deganman. Yaxshi lekin yomon emas unchalik. Hop, nimani kutyapmiz endi anaqa 5 dan Doomsdaydan Robert Downeyni olib kelishdi. Bu o'zi to'g'ri bo'ldimi? Siz qanaqa munosabat bildirasiz bunga? Olib kelishgani boshida men o'sha Comic-Conda chiqib, maskasini yechib chiqdi-ku o'rtaga. Wow, emotsiya zo'r. Xursandman, aktyor qaytdi. Nega boshqa rolda deyapman-da? Nega boshqa rol, nega temir odam rolida emas? Ozgina ikkilanish bo'ldi. O'yladim, nimaga qanaqa qilib ko'rsatishmoqchi bizga buni. Hozir bu aktyor hamma biladi, temir odam bu. Personaj o'sha hech kim Robert Downey Jr. demaydi, hamma Tony Stark deydi uni. Hayotda ham Tony Stark deydi uni. Shu darajada singib ketgan. O'zining roliga boshqa personajni tasavvur qila olmaysiz rolda. Nima desa bo'ladi? Xursand bo'ldim qaytganida, asosiysi xursand bo'ldim qaytganida, chunki baribir Marvelni o'sha asosiy olamini eng muhim personajlardan bittasidir. Buni mana chiqarib yuborishgandan keyin ko'rdingiz,
yaxshi bitta proyekt bo'lgani yo'q. Shunaqa. Temir odamsiz yaxshi proyekt bo'lgani yo'q. Kutilmalarimni oshirmayapman. Misol keyingi yilgi qasoskorlarning kinosidan kutilmalarimni oshirmayapman. Ko'p narsa kutmayapman. Nimaga? Chunki ko'p narsa kutib borsangiz, kutgan narsangiz bo'lmasa, kinoga past baho berasiz-da. Bu o'xshamabdi, bo'lmabdi deysiz. Hech narsa kutmasdan borsangiz, 0 anaqa bilan, kutilma bilan ko'proq emotsiya olishingiz mumkin-da. Misol uchun, shunaqa narsaga o'tganman, qaysidir to'r bu narsaga to'r sabab bo'lgan, to'rni oxirgi 4-qismi. Ko'p narsa kutib borganman. Vo, anaqa Christian Bale kelibdi. To anaqasi qanaqa bo'lar ekan, ana to'rni Mjolnirni qaytarishibdi. Treylerlarda qiziquvdim-da. Kim anaqalar chiqar ekan, ko'p personajlar chiqar ekan. Ko'rib o'tiribman kinoda. Cho'za figna deyapman deb o'tirib borib, blin, shunaqa ham rasvo bo'ladimi deyapman. Yaxshi foydalanish olmagan aktyorlar. Shunaqa aktyorlarni chaqirishgan, misol uchun Christian Bale ham o'zi uncha rolga rozi bo'lmaydi-da, bilishim bo'yicha. DiCaprioga o'xshab. Rasvo qilishdi. Endi rejissyori menimcha sabab bo'ldi deb o'ylayman. To'g'rini qanaqadir jiddiyligi, salovati, aurasi yo'qolib qolganda. To'g'ri, men biri ikkisini ko'rgan bo'lsangiz yoki qasoskorlar finalda ham hattoki eng kuchli versiyasini ko'rgansiz-da. Unaqa bilan nima edi? Storm Breaker bilan. 4-qismida kuchli, lekin unaqa bitta moshdan to'xtatib qolib, moshdan kemani to'xtatib qolib, bilmadim, rasvo. O'shandan rasvo tushunganman, to'xtatganman. Ko'p Marvel o'sha proval bo'libdi, tugabdi. Undan ko'ra ko'p narsa kutmasdan prosta borib ko'rib kel deb o'zim shunaqa fikr qilganman-da. O'sha 26-yilda Doomsday bilan chiqadigan kutayotgan kinoyim bor bitta. Bu Nolan Odyssey. Shu bilan sekin mavzuni yopib Nolan o'tib ketsak bo'ladi. Vo, zo'r. Kast ko'rdingizmi? Qanaqa? Kast ko'rdim. Kast haqidagi mem ko'rdingizmi? Leondan olingani. Everyone deydi, ko'rdingizmi? Leondan olingan boplashga. Hammani yig' deydi-da. Shu sahnasini qo'yib yuborasiz, memni topib. Bring me everyone. What do you mean everyone? Xullas ko'rdim, lekin u darajada kutmayapman, lekin borib ko'rish kerak albatta, chunki Nolan o'ziga yarasha katta kinolar oladi. Olgan kinolar hammasi ham oddiy kinolar emas, albatta. Masalan, oddiy misol, oxirgi olgan kinosi qaysi bo'ldi? Oppenheimer bo'ldi. Zo'r kino, katta kino, nechta Oscar oldi misol uchun. Birinchi Oscarni oldi. O'zi birinchi Oscarni oldi. Ungacha bo'lgan kinolar ham hammasi nima deydi? Vazni bor kinolarda, ko'rishga arziydigan kinolar, eski kinolar ham. Umumiy ijodida hamma kinosi deyarli yaxshi bo'lgan. Proval bo'lgan kinosini bilmayman. Nima deysiz? Bitta bor edi. Qaysi? Memento emasmi? Yo'q, Insomnia. IMDb'da ham 708 turibdi. U 19dan oldin chiqqan, adashmasam, Tenetdan oldin chiqqan. Tenetdan oldin, Interstellardan keyin chiqqan. De Niro o'ynagan, Robin Williams o'ynagan. Robert De Niro o'ynagan. Yo'q, men ko'rmagan ekanman. Ko'rib qo'yishingiz kerak. Bunaqa kinosi borligini bilardim. Detektiv kino qilgan. Shunda ko'rganman-da, detektivni anaqa egalariga topshirib qo'ygan yaxshi ekan. To'g'ri, detektivni anaqa David Fincherga topshirgan yaxshi. To'g'ri, bo'lishi mumkin. Ko'rmagan ekanman. Demak ko'rmaganman. Demak, rostdan ham reytingi pastroq bo'lsa, og'izdan og'izga o'tib bunaqa hype bo'lmagan bo'lsa, misol uchun mana Interstellar hamma bundoq qiladi, hamma. Absolute cinema deyishadi, hamma bizda endi odamlar yaxshi ko'rib qolgan. Yoki undan oldingi Inceptionni gapirishadi. Lekin har holda ko'rishga arziydi, rostdan ham yaxshi kinolar. Tan olish kerak. Rostdan yaxshi kinolar. Lekin siz aytgan Insomnia'mi nima? Insomnia. Uni bilmadim, Tenet bor edi, undan keyin chiqqan. Tenet ham shunaqa miyani juda qiyin. Orqaga qaytib ketadimi va nima bo'ladi? Fizika xullas. Nolan bilan fizikadan dars bergan bo'lsa kerak. Qiziqadi. Fizikani ustiga quroladi, ko'p kinolar bilsangiz. Juda yaxshi ko'rish bilinadi fizikani. Mana oxirgi kinosi o'sha fizik olim haqida bo'ldi, oxiri. Baribir fizikaga qaytib keldilar-da. Yaxshi ko'rganlar uchun. Odysseyga keladigan bo'lsak, Odyssey bu o'zi adashmasam Gomer asari. Bu qanaqadir mifologiya-da, to'g'rimi? Mifologiya va unda dengizda mahbus bo'ladi, dengizdan kemada yurishadi. Dengizdagi sayohat haqida. Dengizda o'sha
Ani menmi ko'rgandim, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ani qaysidir aktyor deydi, o'sha Odissey syomkasida deydi, haqiqiy maxluq bundoq qarab turibdi deydi. Ya'ni anaqani memini qo'yib qo'yishgan. Ana aktyor ismi nima edi? Tepaga qarab turadigan bor, gif bor, giflari bor shu aktyorni. Ismlarini eslolmayman. O'rgimchi odamda Goblinni o'ynagan aktyor. William Defoe. William Defoe. O'shani qo'yib qo'yishgan. Yaratgan odam. Haqiqiy maxluq. Chunki endi bu memni Nolan muxlislari yaxshi tushunadi. Bilasiz, to'g'rimi sababini? Nima? Ayb o'tirmaydi-da hech anaqa Yo'q. tushunishlarni. Yo'q, u memni anaqasi konteksti deylik o'sha yerda kim yozilganda, deylik Tom Holland deylik. Tom Holland bor-ku, to'g'rimi? Oddiy personaj. Yo'q, mayli, u personaj kimligini bilmayman. Tom Holland tasavvur qiling, memdan sizga mem tayyorlayapman. Tom Holland Odissey syomkasida ana dengizdan chiqib kelgan haqiqiy maxluqqa qarab turibdi. Mem konteksti shu, mana pastdagi videoda shu William Defoe'ning tepaga qarab turgani memi bor-ku, og'zini ochib qarab turadi. O'sha mem. Umumiy kontekstni tushunmagansiz buni? Yo'q. Buni konteksti Nolan bilsangiz CGI VFXlarni uncha ko'p ishlatmaydi. Naturallik qiladi-ku hamma narsani. Maxluqqa anaqa yasash kerak-ku. CGI deydimi? CGI da yaratish kerak-ku uni. Yaratmasa haqiqiy maxluqni topib kelgan deyishadi-da. Prikol. Endi men-ku o'sha kuluvdim rosa, kontekstini tushunib qolganman-da men uni. Zo'r. Ana u yerda tushuntirib o'tirishmaydi-da, shuni o'zini yozib qo'yishadi. Nolanning fanatlari shunaqa bilib olish kerak edi uni. Zo'r. Endi zo'r kino bo'lsa kerak, lekin kutmayman to'g'risi, unaqa ko'p narsa o'qimadim bu kino haqida. Men Zendaya borligini bildim lekin. Aktyorlar sostavida. bosh rolda Matt Damon. O'zini bilasizmi, aktyorlar sostavi bor. Nolan. Nolan'niki bor. Matt Damon ko'p kinosida bor. Robert Pattinson bor, Matt Damon bor. Anaqani ham ko'p chaqiradi kinolariga. Anne Hathaway. Yo'q, Opa ham bor. u bilasizmi? O'zi sababini bilasizmi? Nima aktyor? O'zi britaniyalik-da, inglizda, oqsuyak-ku Nolan ham. Anna ham britaniyalik-ku, ko'proq britaniyalik. Tom Hardy ham chiqadi britaniyalik aktyorlar. Pattinson ham britaniyalik, Tom Holland ham britaniyalik. Ko'proq tanish bilish qiladi-da, o'zini anaqasi tortadi baribir. Zemlyaklariga o'zi tomonga tortadi. Ana Gollivuddan, ya'ni Amerikadan, endi o'zi Gollivudda ular hammasi. Amerikalik aktyorlarga qaraganda britaniyalik aktyorlarni ko'proq jalb qiladi kinosiga. DiCaprio bor, adashmasam DiCaprio bilan bitta kinosida ishlagan. Bitta kino. Yana ana aktyor bor. Anaqa bor. Cillian Murphy britaniyalik. Cillian Murphy, to'g'ri. Batman'da ham chiqqan. Oppenheimer'da mana ishladi. Yana qaysi kinosida ishlagan adashmasam. Anaqa bilan ishlashni yaxshi ko'radi. Nima edi? Chris Bell bilan ishlashni yaxshi ko'radi. Yana qaysi aktyorlari bor? Ko'proq shu britaniyalikmi? Demak, shu Nolan chaqiradi kinosiga, yaxshi Gollivudda yaxshi yurgan bo'lsa. Shunaqa, tanish bilish. Mana shu joyda eng yaxshi ko'rgan kinoingizni so'ramayman-da. Variant beraman, tanlab ketasiz. Zo'r, buni kesib reelsga qo'ysa ham zo'r ketadi. Shunaqa. Ko'proq reelsda aylanish uchun. Lekin shu mikrofonga ovoz yaxshi yozilayotganda shubham bor-da. Yo'q. U tomonga qarab gapirasiz, lekin mikrofon bu tomondan sizga qarab turibdi. Mana Kameraga qarayman deyman. O'zini yo'nalishda yozadi-da faqat. Bunday gapirsangiz yaxshi yozmaydi. O'zingizga sal tortib oling, xohlasangiz. Hop. Parazitlar Departed. Departedni bilsangiz kerak. Yo'q, uni ko'rmaganman. Scorsese. Yo'q, ko'rmagan ekanman. Parazitlar bo'ladi. Endi ko'rmaganim uchun bu. Balki u yaxshiroq bo'lishi mumkin. Ko'rmaganim uchun parazitlar. Parazitlar Avatar. Ikki xil, juda ikki xil dunyo. Juda ham ikki xil dunyo. Bu yoqda menga yoqqanini tanlashim kerakmi? Menga yoqqanini tanlashim kerak bo'lsa, Avatar ham yoqadi, lekin Avatar fantastikada, endi parazitlar bu thriller. Avatar bo'la qolsa mayli. Avatarda ko'proq emot solganman baribir. Avatar Wall Street bo'risi. Juda ikki xil kinolar yotdi lekin bor, bir-biri bitta yo'nalishga ketmayaptilar lekin. Avatar. Wall Street bo'risi ham zo'r kino. Avatar Memento. Memento bu ham Nolanning kinosi. Ana Fokusning haqida kinomi? Yo'q. Memento boshqa. Ana xotirasi yo'qolib qoladi. Zo'r. Fokusning haqida kino qaysi edi unda? Prestige. Prestige edi, men uni bilaman. Avatar. Avatar Fight Club.
Birinchi qoida. Klub haqida hech kimga aytmaysiz edi. Ya juda ikki xil kelyapti-da, lekin savol ani kinolar umuman bir-biriga teskari bo'lgan kinolar kelyapti-da. Avatar lekin oxirigacha olib ketmasam kerak. Fight Club ham zo'r kino. Fight Club David Finchermidi? Fight Club bo'la qolsin, mayli. Fincherdan yana bitta Sevenmi? Fight Club. Seven. So'zsiz Seven. So'zsiz Seven. Seven juda Bu zo'r. haqida alohida gaplashsak bo'lar. Ha, Seven haqida gaplashsak bo'ladi. Seven Requiem for a Dream. Ko'rganmiz? Yo'q, uni ko'rmagan ekanman. Aronofsky'niki. Yo'q, uni ko'rmaganman. Seven bo'ladi ko'rmaganim uchun. Seven Interstellar. Qiyin, juda qiyin. Seven juda zo'r kino, juda zo'r asar. Fincher juda zo'r olib bergan kinoni, juda zo'r yetkazgan oxiri. Akting ham zo'r aktyorlar. Ha, aktyorki sostavi juda zo'r. Morgan Freeman o'ynagan, Kevin Brad Pitt. Spacey. Qiyin. Interstellar lekin yoqtirgan kino ham. Hozir Interstellar demasam lekin hate bo'ladi kommentariyada o'shancha. Interstellar. Interstellar Prisoners. Villeneuve. Ko'rganman. Interstellar. Interstellar Inception. Derbi dermidi buni? Ha, derbi. Madrid derbisi. Ikkitani bitta shahar klublari to'g'nashib qoladi. Ya Interstellar bari kuchliroq deb o'ylayman. Interstellar Inception zo'r lekin. Nima deysiz? Atletico'mi? Atletik. Shunaqa nimaga atletika qilganingizni bilishdi. Bo'ldimi? Interstellar davom etamiz. Shutter Island. Shutter Island. Bu Scorsese olganmidi? Scorsese. Doda. Qiyin, juda qiyin. Bu umuman detektiv. Interstellar umuman bunaqa nima desa bo'ladi? Drama, fantastika. Nauka. Qiyin, juda qiyin. Endi men to'g'risini kitob, filmlarni mana bunaqa nima deydi, ust-must qo'yib taxlamayman-da. Hammasi ko'rdim, yoqdimi? Birda yaxshi ko'raman-da. Hammasini shu paytgacha ajratib ko'rmagan ekanman. Bu birinchi o'rinda turadi, bu ikkinchi o'rinda turadi deb o'ylamaganman. Ajratmaganman, qiyin. Voy, lekin Shutter Island ham kuchli asar lekin, juda ham. O'zbekchasiga tarjima qilishgan uni. La'natlanganlar oroli deb. DiCaprio juda zo'r o'ynagan. Yo'da Mark Ruffalo'midi, ikkinchi aktyor. Zo'r, ikkinchi aktyor ham zo'r o'ynashgan yo'da. Qiyin, juda qiyin. Interstellar bo'la qolsin, mayli. Yoqtirgan kino ham baribir. Interstellar Dark Knight. Dark Knight. Batmanning ikkinchisimi bu Dark Knight? Joker bilan. Joker o'ynagan bu. Interstellar Godfather. Godfather zo'r kino. Buyuk kino. Cho'qintirgan oti. Krasnoy otets. Hamma tan oladigan kinolar qatorida bor bu. Katta rejissyorlar, katta aktyorlar ham tan olishadi bu kinoni. Final emasmidi bu ish qilib? Yo'q. Hali bor, unda mayli Interstellar olib keturamiz. Final bo'lmasa ham demak olib keturamiz. Final bo'lganda mana shu cho'qintirgan otida qolardim degan. Finalda qaysi deb o'ylaysan? Finalda bilmadim, Marveldan kelib qolmasangiz agar. Marveldan kelmasangiz bilmadim unda, taxmin qilish qiyin. IMDb'da ham birinchi o'rinda turgan. Shawshank Redemption, Interstellar. Bu yaxshi. Bu yerda mana yaxshi, munosib raqibga uchrashdi. Endi tan olish kerak, Interstellar zo'r kino. Nolan eng yaxshi kinolarida birinchi o'rinda qolib ketsa kerak har doim bu kino. Lekin bekorga Shawshankdan qochish birinchi o'rinda turmaydi IMDb'da, bilasiz. Falsafiy. Juda kuchli asar u. Reytingi shuning uchun ham baland. 7 yildan beri ko'rganlar bilishadi. Agar ko'rmagan bo'lsangiz ko'rishni maslahat beraman. Birinchi o'ringa Shawshankdan qochish qo'ygan bo'lardim. Men uchun eng yaxshi kino Shawshankdan qochish baribir. Menda ham shunaqa bo'ladi. Qaysi kinoni oxirgi marta ko'rgan bo'lsam, qayta ko'rgan bo'lsam, o'shani eng zo'r deb turaman. Endi boshqa unga yaqin kinolar ham ko'p o'zi aslida. Shawshankdan qochish yaqin asarlar ko'p juda ham, lekin qamrovi jihatdan Shawshankdan qochish baribir zo'r chiqqan, juda ham zo'r chiqqan. Unga yaqin kino ko'rmaganman. Unaqa asarni
kutmaysiz hamda boshqa. Ha, Interstellar Nolanni o'zi yangilab qo'yishi mumkin. ha, Undan o'zi zo'roq. olib qo'yishi mumkin shunga o'xshash kino, lekin Shawshankdan qochib to'g'ri aytganingizdek boshqa bo'lmasa kerak. Juda boshqacha asar. Unaqa qamoqxona haqidagi kinolar ichida unaqasi yo'q lekin. Unaqasi bo'lmagan. To'g'ri, juda zo'r kino. Bo'ldi, final bo'ldimi shu? Ham final. Finalda Shawshankdan qochish Shawshankdan g'alaba qochish. qozondi. IMDb'da ham o'shaning uchun bekordan bekor birinchi o'rinda emas baribir. Ko'rgan Anaqa. odamlar baribir har doim yaxshi ball qo'yishgan unga. O'tgan yilimi Dune 2 chiqqanda 9-4 bilan, yo Oo. 9-6 bilan birinchiga chiqdi. Yo'q, Birinchi haftasida. keyin Keyin tushib ketdimi? sekin tushdi. Hozir o'rnini topib oldi. 8-3mi, 8-6 turibdi. Ha, tushib ketdimi? Ha, chunki nimaga 9 bo'lib ketadi? Kamchilik baland beradi. Kam ko'rgan bo'ladi. Ha, ana unaqa memlar bor, ana App Store'dagi Play Marketda 4 ta yulduz turgan bo'ladi, 5 ta yulduz turgan bo'ladi. Ikkita odam Ikkita odam ovoz bergan bo'ladi. Senga lekin mana 4 ta 3 ta yulduz bo'ladi, 1000 ta odam ovoz bergan bo'ladi. Bunisi u ishonchliroq-da. Xuddi shunaqa. Endi Dune ham zo'r asar, lekin Dunani endi men to'liq ko'rib chiqmaganman, lekin bilaman yaxshi filmligini, ko'pchilik maqtagan u haqida. Ko'rmadim lekin ko'rib chiqishim kerak Dunani ham. Sekin endi umumiylashsak, Mhm. o'zi qanaqa bo'lgan kinolarga qiziqish? Bolaligida televizorda qarshisidami? Kimdir maslahat berganmi? Mana bu kinoni ko'r. Endi qaysi o'sha bolalikdagi crash film bo'lgan? O nostalgiya qilar ekanmiz. Shunaqa bir Nostalgiya. Bolalikdagi o'zi endi oldin hamma televizorda ko'rgan kinoni. Birinchi mana hozirgi avlod YouTube'da ko'rib o'tiradi, telefonda YouTube'da ko'rib o'tirishadi. Biz oldin kino shanba yakshanba kuni yaxshi kino bo'lishini bilib, rejalarni atmen qilib, darslarni tugatib, uyga falanni o'tirardik. Kino ko'rishga o'sha kuni baxtimizga serial bo'lmasligi kerak, boshqalar ko'rib futbol bo'lmasligi kerak, uydagilar ko'rib qo'ymasligi uchun televizor endi bitta bo'lgan-ku. Kutilardi yaxshi kinolar. Anons qilinardi, dushanba kuni anons qilinadi. Shanba kunligi kinolar televideniyada o'sha paytda. Dushanba kungi anonslarni ko'rib men kutardim-da shanbagacha. 6 kun siz tushunasizmi? Kino ko'rish uchun 6 kun kutyapsiz-da. Hozir prosta telefoningizni ochasiz-da. Ani oxirgi zoomerlarning avlodi yoki alfa avlodlar ko'rsangiz, qachon shu podkastni hayron bo'lishadi-da, eshitib. Shunaqa. Qanaqa 6 kun kutish mumkin kino ko'rish uchun. Chunki analoglar bo'lgan. Analog deyladimi, alternativ deyladimi? O'sha alternativlar bo'lmagan. Bo'lgan, o'sha DVDlar bo'lgan. DVD, o'sha kassetalarda ko'rilardi, DVDda ko'rilardi. Endi internet u darajada rivojlanmaganda-da. Internetda kino ko'rishga shuncha yo'q edi. Yo'q, internet bo'lardi. O'shani nimaga ishlatishga uni bilmayman to'g'risi shu paytda. Nimaga ishlatiladi? Одноклассники, internet saytlariga kirilardi. Juda past, slabiy. Unda kino ko'rib bo'lmas unaqa internet bilan. Va hammada ham telefon bo'lmasdi u paytda. Shu televizorda ko'rilardi. Va o'sha aytgandek bir hafta kutilardi. Zo'r kino. Endi u kinolar men misol uchun hozir aytishim mumkin. Sizga yoki mana kinomanlarga u kinolar oddiy, reytingi baland bo'lmagan oddiy kinolar deb ko'riladi, lekin siz bola bo'lib uni o'shani kutulasiz, birinchi marta ko'rayotganingizni zo'r emotsiyalar olasiz. Men unaqa kinolarim juda ko'p bo'lgan. Hozir endi bir chetdan eslash kerak-da, bular qaysi bo'lgan kino bor. Endi buni aniq ko'rgansiz adashmasam. Chunki uni ko'pchilik ko'rgan. Har yili o'shani qishki sezonda ko'proq qo'yishardi. Itlar haqida kino bor edi. Alyaskada itlarni nima deydi? Hachimi, nima bo'lardi? Haskimi? Haskilar. Haski itlar bor, ko'zi ko'k itlar. Arava tortadi. Arava tortadigan bo'ladi. Egasi xullas nimadir bo'ladi, itlarni qoldirib ketishga majbur bo'ladi. Samolyot vertolyotga orta olmaydi. Anaqa yaponcha kino emasmi? Yo'q, yaponcha emas. Yaponcha emas u kino. U amerikaliklar olgan deshmasam u kinoni. Chunki Alyaskada bo'ladi, oman-ku, Yaponiya emas, amerikaliklar. Xullas, nimadir bo'ladi, oyog'imi suvga tushib ketadi, muzlab qoladi, qorayib ketadi, bilsangiz. Xullas, tezroq ketish kerak, manaqaga shaharga ketish kerak, qola olmaydi, vertolyoti kichkina bo'ladi, bir kishilik vertolyot bo'ladi, itlarni orta olmaydi, xullas. Majbur bo'ladi itlarni tashlab ketishga-da. U qachon keladi, yo'qdan qaytib keladi bilmaydi-da. Короче, itlar keyin yana bitta anaqasi itlarni anaqasiga zanjiriga bog'lab tashlab ketadi. Yechmasdan tashlab ketadi. Eslaysizmi shu kinoni? Esladim. Itlar o'zi yechadi uni. Bittani ichida anaqasi bo'ladi, lider alfasi bo'ladi. Keyin hammasi ketadi, kit bilan urusharmidi? Ketmas, kasatkamidi, chulenmi? O'sha dengiz mushugi. Dengiz mushugimidi? O'sha nimadir, o'shani yeyishadi keyin go'shini. Qushlarni o'lab yeyishadi.
keyin o'sha egasi qaytib kelguncha qaytib kelsa bo'lmaydi ular. Keyin oxir toparmi? O'sha yerga zo'r kiyinadi lekin bor. oxiri o'sha alfasi o'layotganda keladi mana shu. Ha, o'lib, bitta o'lib qoladi. Tanasi issiq bo'ladi kelganda. To'g'ri. O'sha kino nomini bilmayman o'sha kinoni. 2 marta ko'rganman. 2 marta. Bitta o'sha televizorda o'sha payt yoshlar kanalida bo'lardi. O'shanda berishganda ko'rganman. Keyingi yana kutganman shu kinoni berishini. Kuzatganman, anonslarni ko'raman, bermayapti. Undan keyingi yil bergan. Voy, bitta kino ko'rish uchun 2 yil kutganman. Просто bor kinoni ko'rish uchun. Yana davom ettiraymi yoki Seriallar bo'lardi, koreyskiy. Seriallar. Jang bo'lgan. Seriallarni endi men o'zi oldin haliga hozirgacha shu narsa qolgan serial Ko'raman. yoqtirmayman. Endi zo'r seriallar borligini bilaman, tan olaman. Serial bu yomon demoqchi emasman. Ya'ni men o'tirib o'rganib qolganman. Shu 2 soat boshdan oxirigacha kinoni tugatishdi. Ya'ni voqea umumiy shu 2 soat ichida tugashi menga yoqadi. Serialda endi biroz cho'ziladi juda. Bu qachon bunaqa odat qachon shakllangan menda? Adashmasam shu hind seriallari berilgan televideniya yoki turk seriallari tugamaydi-yu ular. Onasi og'riydi. Qiziqib qolasiz-da. Nima bo'larkan? Qachon tugarkan? Nima qanaqa endi? Ketadi 88-sezonga qarab ketadi. Og'riydi. Oxirida hali rejissor o'zi ham bilmaydi. Ssenarist ham o'ylab ko'rmaganda hali. Ishani menimcha hali ham tugamagan-a? Ishani bor edi. Endi men ishani ko'rmaganman, keyin ko'p edi-ku. Endi baribir seriallar. Har holda koreys seriallari nisbatan qisqaroq bo'lardi, desmasam. Men 2 sezon bo'lardi-da. bir hafta kutardim dedingiz-ku kino ko'rish uchun. Men anaqa Dengiz hukmdorini berardi, jang bo'lgani. Hech qo'ya qoling. Gapiring. Jang bo'lgan. Har kuni bittadan seriyasini berardi. O'sha beradigan vaqti biz maktabda bo'lib qolardik, ko'rolmasdik. Va yakshanba kuni hamma seriyasini bittada qo'yib berardi. Biz yakshanbani kutib o'tirardik o'shani ko'rish. Yakshanba hammasini qaytarardi. Eng qizig'i haligacha esimda. U vatanparvar degan ko'rsatuvdan keyin yoshlarda berardi. Vatanparvar degan ko'rsatuvi tezroq tugasin deb ko'rib o'tirardik. Mana qattiq shakllangan vatanga muhabbat. Ha, to'g'ri, yakshanba qaytarardi. Kechqurun ko'ra olmasa ertaga qaytaradi derdi-da o'shanda. Eng qizig'ini aytsam, o'sha juda ko'p ko'rganman o'sha kadrlarni, o'sha zdaniyalarni, anaqa o'sha ko'rsatuvdagi kutib yomon ko'rib ko'rganman. Vatanparvardami? Vatanparvar nima ko'rsatdi o'zi? Harbiylar haqida. Keyin anaqa universitetga o'qishga kirdim. Uzjokuda jurnalistika o'qiyman. Uzjokuni qarama-qarshisida vatanparvar degan so'zlar turibdi. Foydam bilaman hozir qaysi ichiga kirsam bemalol hamma narsani topib chiqaman. Hammasi bilan. Dahshat. Qachondir shu buzilib o'rni kinoteatr qurilsa deb niyat qilganmiz. Shunaqa. Vatanparvar tugasa keyin kino boshlanadi deganlar. O'shanga o'xshab. Yoshlikda lekin juda zo'r bo'lar, nostalgik. Hozir eslasam juda ko'p unaqa kinolar. Hozir men topib ko'rmaganman ularni hech qachon. Hozir mana kino platformalarda ko'rmayman unaqa kinolarni. Ya'ni eski kinolar ham kategoriyasi bo'ladi-ku o'zi, yillarni filtr qilib qidirsa bo'ladi. O'sha kinolarni topa olmayman lekin hech qayerda. Nomini bilsam, qidirib topsam bo'lsa kerak. Lekin yo'q. O'sha paytda juda boshqacha tuyulardi kinolar. Ya'ni hali kino bo'yicha unchalik did yuqori darajada shakllangan bo'lmaydi-da. Siz uchun oddiy reyting o'rtacharoq kino ham yoqib qolishi mumkin-da, qiziq bo'lishi mumkin. Ya'ni siz bolasiz, sizga ko'proq attraksionli kinolar qiziqroq-da. Har xil voqealar ko'rsatiladi. Mana siz bir falsafa izlamaysiz-da. Bola bo'lib kinoda, masalan, mana hozirgi yoshingizga kelib, qanaqadir bir falsafa izlaysiz, drama kutasiz, undan qanaqadir bir kulminatsion qanaqadir voqealar, nimadir Marvel fanati bo'lsangiz, undan qanaqadir ko'proq narsalar kutasiz yoki boshqa kinolar, Nolan kinolarini ko'rsangiz, boshqacha narsa kutishingiz mumkin. U paytda hech narsa kutmaysiz kinodan. Prosta ko'rasiz, televizorda beryaptim, bo'ldi, ko'rish kerak, demak shanba bugun yaxshi kino beradi. O'shani ko'rib anaqalarni vaqt o'tkazardik. Seriallardan serial ko'rmaganman dedim, lekin ko'rmaganman emas, yoqtirmayman dedim. Lekin ko'rgan seriallarimda menimcha bu hamma ko'rgan, menimcha buni Merlin bo'lardi. Merlin bo'lardi. Merlinning ham o'zi 2 xili bor, bilsangiz. Eskisi ham bor uni. Boshqacha versiyasi. Keyin bizni yoshligimizda bergan, biz asosan bizni pokoleniya yaxshi bo'lgan Merlin bor. Bizdan oldingi pokoleniya biladigan boshqa Merlin bor. Emas, bizni pokoleniya, mana 2000 dan keyin tug'ilgan avlod biladigan Merlin bor. U yaxshi. U o'shani ko'rib o'tirardim. Lekin u uncha yoqmasdi. Nimaga? Nega qiziq joyda tugab qoldi. Qiziq joyda tugab uni bo'lib tashlashardi-yu.
kesib tashlashardi, oxirigacha berishmasdi. Garri Potter ham shunaqa qilib berishardi, bilasizmi? O'zi Shunaqa. nechta 9dan 8ta qismi bo'lsa, uni 38 ta qilib berishardi. Bitta qismi 4 ga bo'lib berishardi. Uzuklar hukmdori va shu o'zi 3 soatlik kino, u televideniyada berish olmaydi. Xohlasa ham berish olmaydi uni. serial qilib tashlashgan. Ha, birinchi qismini o'zini bitta mavsumga qo'yishganda. Shunaqa. Bitta mavsum 10 kun berilardi. Ana 3 soatdan bir yarim soatdan qo'yib bersa 3 soat bo'ladimi? Shunaqa. Ha, yarim soatdan berishardi. Uni serial deb o'ylar ekan ko'pchilik. Ha, yo'q, Gaplashsam, u serial emasmi deydi, u serial menga yoqmaydi deydi. yo'q. Chunki nimaga? U qaraysiz 3 soatlik bitta to'liq kinoda uni serialga bo'lib tashyapti-da. Siz ustiga televideniyada ko'ryapsiz-da. Siz o'tirib boshdan oxirigacha ko'ra olmaysiz-da uni. Birinchi qismi boshlanishini ko'rib, to o'sha oxirigacha deylik, o'sha serialga bo'lgan variantni nazarda tutaman-da. O'sha bitta qism o'zi 10 ga bo'lishgan-ku. O'sha bitta qismni o'tirib boshidan oxirigacha tushunib ko'rmagan hech kim. Shunaqa. Hech kim tushunib ko'rmagan. Siz uni tushunishingiz uchun o'tirib bittada ko'rishingiz kerak. Ko'pchilik yomon ko'radi o'sha kino. Ha, o'shaning uchun bizda nisbatan boshqa qanaqa qaraganda, boshqa kino olamlarga qaraganda, mana shu Tolkien olamini yoqtiradiganlar kamroq. Bor, kam. U borlarni ko'rsangiz, ular boshqa kinolarni ham yaxshi tushunadigan kinoman odamlar bo'ladi ko'pi. Chunki u juda katta kino-da. Hamma ham tushuna olmaydi u kinoni. Shunaqa. Keyin shunaqa kino bormi? O'zi bolalik o'tdi, kinolarga qarash o'zgardi. O'sha o'zgarishdagi, burilishdagi birorta kino bormi? Siz qaysidir kinoni ko'rib turdingizdagini hayotingizga ta'sir qiladigan, qarashlaringizga ta'sir qiladigan narsani ko'rdingiz. Fikrlashingiz o'shandan keyin o'zgarib ketgan kinolarga nisbatan yoki boshqa hayotdagi boshqa narsaga nisbatan o'zgarib ketgan kino bormi? Ahad Qayum kinolari yaxshi. Kamroq televizor ko'radigan bo'lganman. Kamroq YouTube ko'radigan bo'lganman. Hazal. Zo'r savol. Siz o'ylab turganingizcha men o'zimnikini aytib berishim mumkin. Ha, shunaqa qila qoling. Men o'ylab turaman. 9-sinfda bitirgandan keyin shunaqa bo'lgan. Biz kollejga topshirish kerak edi yoki litseyga. Biz to'planib sinfdoshlar bilan, o'rtoqlar bilan akademiyaga topshirmoqchi bo'lganmiz, Ichki ishlar akademiyasiga. Tayyorlanib endi. Tayyorlanib harbiy sohaga ketmoqchi bo'lganmiz. Harbiy soha. Menimcha ketmasdim. Qiziq, bolalarga qo'shilib qiziqish bo'lgan. Keyin o'sha vaqtda nima bo'lgan? Dadam bu yoqda tanish bor degan. Gaplashamiz degan. Men bo'ldi, o'sha tayyorlanishni ham yig'ishtirganman, bo'ldi tushunganman, o'zi kiraman, o'qiyman. Keyin shunaqa bo'lib qolganki, o'sha etapgacha yetib bormaganman. Yiqilganman. Imtihonlar ko'p bo'ladi-yu. To'g'ri. Testgacha o'sha gaplashilgan narsa bo'ladigan joygacha yetib bormaganman-da. Keyin mana shu qanaqadir depression nimadir bo'lib qolgan. Keyin uni orqasidan ancha vaqt o'tganmi, ozgina vaqt o'tganmi, Dark Knight'ni 3-chisi. O'sha trilogiyani boshlab tugatyapman. O'zi Raysesda anaqa joyi bor. Qamoqqa tashlab ketadi-yu chuqur. O'sha yerda ipga bog'lab belini hamma chiqardi-da. Sakrash kerak bo'ladi. Uchi. Qaytishida. Tom Hardy o'ynagan personajga yutqizadi, u uchi. Ya'ni g'ordan chiqishi bu bir emasmi, Begins? G'or bu birinchisi. Siz hozir shuni aytmayapsizmi? Yo'q, men aytayotganim anaqa. Yutqizadi, urib qamoqqa tashlab ketadi. Bo'ldi. Yer ostida qamoqqa tashlab ketadi. Unda chiqish imkoni bo'ladi, umidi bo'ladi. Ma'lum bir etapgacha ip bilan bog'langan ip bilan chiqadi degani sakrab ilishib olish kerak bo'ladi. Hamma sakraydi ip bilan, yiqiladi, tirik qoladi, o'lmaydi. Keyin Batman ham o'sha 3 marta urinib ko'radi, 3 martasida ham yiqiladi. Yiqilganda ham belidan qisib qoladi. Pachag'i chiqadi deb turib o'sha yerda eng yoshi katta odamdan so'raydi. Bu yoqdan o'zi chiqib ketishning imkoni bormi? Kimdir chiqib ketganmi deganda, bu yoqdan bitta bolacha chiqib ketgan deydi. Qanaqa u bola-ku hali, qanaqa chiqib ketgan desa, u beliga ipni bog'lamasdan chiqib ketgan deydi. Ya'ni agar o'sha belingdagi ip tursa, sen bilasan, bu meni oxirgi sakrashim emas, menda yana harakat bo'ladi, yana harakat qilsam bo'ladi. Bu
qanaqadir hayot mamot masalasi emas deb o'ylaysan deydi. Beling deb bo'lmasa deydi, o'sha nuqtada hamma kuchingni yig'ib, yo o'laman, yo qolaman deb o'sha maqsad uchun harakat qilasan deydi. Mana shu narsani eshitgandan keyin Batman ham o'sha chiqadidagina ipni yechib qo'yib, sakrab o'sha joyda chiqib ketadi. Keyin o'sha bo'lgan narsa hayolimga kelganda, xuddi dadam menga sani o'zi kirasan, sani gaplashamiz degan gapi menga o'sha it bo'lib qolgan deb o'ylayman-da. Mana shu To'g'ri. kinolarga ham qanaqadir qarash, tushunish o'zgarib ketgan. Muhabbat paydo bo'lgan qanaqadir kinolarga nisbatan. To'g'ri. To'g'ri, bu yaxshi ta'sir qiladi. Lekin bu sahna birinchi qismida emasmidi? Men 3ta. Men 3tamidi? Men chunki 3ni bir marta ko'rganman. Birini lekin birda ustozi bilan urushadi oxirida. O'sha birida emasmidi? Tayyorlanishi, Tayyorlanadi. O'sha chiqib ketishi 3ta. Men o'sha mana adashtirib o'rgan ekanman, demak. O'sha mana adashtirib o'rgan ekanman. O'sha sahnasini aynan. Men birida deb yurardim. U eng mashhur sahnasi, siz aytgan bilaman. O'sha 3ta. O'sha birida deb yurardim. Xo'p, siz gapirgunizcha men o'ylab turdim. Hozir yozib oldim-da. Ko'p masaga, ikkita yozdim. Hozir lekin agar yana eslasam chiqishi mumkin. Bu ikkitani ham o'z bittasini aytsam bo'lsa kerak. Birinchisi qarang, menga rostdan boshqacha ta'sir qilgan. Birinchi endi u payt yosh bo'lganman. Rostdan boshqacha ta'sir qilgan bu menga Hatiko bo'lgan. Endi mendan hayotimda qanaqa burilish yasaman, albatta, lekin kinoni ko'rib birinchi marta yig'laganman o'shanda. Men kino ko'rib yig'lamaganman, endi yosh bolaman. 12, 13 yosh atrofi bo'lsam kerak, balki undan kichikroqmi. 10 yosh atrofida. Kinoni ko'rganman, endi bilmadim, 10 yosh bola kino ko'rib yig'lash uchun qanaqa kino bo'lishi kerak bilmayman-da. Hatiko bo'lishi kerak. Hatiko bo'lishi kerak-da. Men bilmayman, agar hozir jiyanlarimga, 10 yoshli jiyanlarimga bolalarga qo'yib bersam, menimcha tushunmasa kerak, menimcha yig'lamasa kerak deb o'ylayman u kinoni ko'rib. Bilmadim, hozir boshqacha endi bu yoshlar ko'radigan narsasi. Lekin o'shanda rostdan ta'sirlanganman u kinodan. Qayta ko'rganman. Endi hayvon bilan, o'sha it bilan insonni degan do'stligi, sodiqligi hayvonni to'g'ri oddiy refleks deyish mumkin. Itlarda shunaqa refleks bo'ladi boshqa, lekin u yoqda baribir uni dramatik olib berishgan. Kinoda u narsani kutishini, insonlar yo'dan o'lgandan keyin vokzaldagilar xotdog berib turishadi, qarab turishadi, oxirida voy deyman, ya'ni boshqacha ta'sirlanib ketganman u kinoda. Xotini ham kelib turib, sen hali ham kutyapsan. O'sha sahnalar juda ta'sirlantirgan. Endi 10 yoshli bolada maksimal emotsiya bera olganda 10 yoshli bolaga o'sha paytda boshqacha ta'sirlangan. Yaxshi ko'rardim, qayta ko'rardim o'sha kinoni. Keyin undan keyin mana endi shu yaqin yillarga qaraydigan bo'lsak, men orada mana shu 2020-yildan keyin ishlaganman. IT sohasida ishlaganman. IT sohasi endi tushunasizmi yo'qmi? Qisman tushunsangiz kerak. Har holda baribir oson soha emas. Shunaqa. Qiyin, juda ham qiyin soha. U yoqda matematik bilimli, mantiqiy fikrlash juda muhim narsa. Siz nima desa bo'ladi? Matematik aniq fallarda yaxshi o'qimagan bo'lsangiz qiynalasiz, oddiy qilib aytganda. Fizika, matematika, formulalar yechish, masalalar ishlashni maktabda ham yaxshi eplolmagan bo'lsangiz, ITda sal nisbatan qiynalishingiz mumkin baribir. Xullas shunaqa vaziyatga tushib qolganman. Qiyin-da, mana ishlayman desam, yaxshi ishlolmayman, o'rganaman desam yaxshi o'rgana olmayman. Xullas depressiyada yuribman-da, ishim umuman o'xshamagan. Endi bu qachon 3-4 yil oldingi paytlar. 3 yil bo'lsa kerak, 3 yil 4 yil oldingi. O'sha atrofida o'sha vaziyatlarda yurgan atrofimda keyin naqani ko'rib qolganman. Will Smith o'ynagan o'g'li bilan Baxt izlab degan kinoni. U kinoda xuddi ko'ryapman-da, endi men hali yosh bolaman o'zi aslida. U o'g'li bilan yuradi, apparat sotadi-ku, doktorlarning apparatini. Uni motivatsiyasi, uni hayotga nisbatan yaxshi bo'lib ketishi. Yo'qotadigan narsasi yo'q-da. Yo'qotadigan narsasi yo'q. U o'sha kino lekin menga boshqacha ta'sir qilgan o'shanda. Juda boshqacha ta'sir qilgan. Bu doma o'zini o'g'li bilan xotini tashlab ketdi. Misol uchun shunaqa menikidan ancha qiyin vaziyat. Men prosta yaxshi ishlamayotganim uchun, ya'ni yaxshi pul topolmayotganim uchun siqilib yuribman, lekin bu umuman juda yomon vaziyatda. Ko'chada qolib ketishadi-yu, metroda yotib qolisharmidi? Xotini ketib qoladi. Uydan chiqarib yuborishadi, to'g'rimi? Metroda yotib qoladigan joyi iborat. Xullas, vaziyat shu darajada yomon-da. Endi u paytdagi Amerika tasvirlangan. Xullas, ko'rganman o'sha kinoni.
ta'sirlanganman, rostdan ta'sirlanganman. Birinchi marta ko'rgan bo'lganman-da, chunki o'zi eski kino. Men o'shanda endi birinchi marta ko'rganman u kinoni. Boshqacha ta'sir qilgan. Keyin shu kinodan qanaqadir xulosalar olganman o'zim uchun. Hayotiy xulosalar olganman. Qanaqa xulosalar deydigan bo'lsangiz, har qanaqa o'sha qiyin vaziyatda ham baribir harakat qilib, o'sha kuch topib, odam o'zi erkak kishi ayniqsa kuch topib harakat qilsa, baribir qanaqadir nimadirlar yo'l ochiladi ishlarga, imkoniyatlarga degan xulosalarni olganman. Ancha yengil bo'lganman kinodan keyin. O'shandan keyin ko'proq hard work qiladigan bo'lganman. Hard work, o'sha qattiqroq ishlash, qattiqroq mehnat qilishga yo'lga qo'yganman. Yaxshi bo'lib ketgan hammasi. Endi bu 100% kino sabab demoqchi emasman, lekin qisman baribir yo'nalishi bor. Baribir miyani ozgina ochib yuborganda o'sha kino. Ba'zilar aytadi, kitob masalan, kitob bilan taqqoslasak, kitob o'qish o'sha tafakkurni kengaytiradi, miyani ochadi, deyishadi-yu, misol uchun. Zo'r, bu fikrga 100% qo'shilaman. Kino ham qisman shu narsaga yaqin. Yaxshi kino bo'lsa agar. Endi bitta kinoni kitob bilan farqi yo'q, hammasi vizualni o'sha rejissyor ko'z bilan ta'sirlanib bo'lgan bo'ladi. Endi kitobda siz o'zingiz tasavvur qilib miyangizda yaratasiz voqelikni. Kino shu prям hamma narsa chizib berilgan. O'shani ko'rib, o'shandan xulosa qilsangiz bo'ldi. Farq shunda. Shunga yaqin narsa demoqchiman. Kitob o'qish bilan kino ham bir-biriga nisbatan yaqinroq narsa. Shunaqa kinolar bormi? Hamma so'raydigani, qayta-qayta ko'radigan kinolarni so'raydi-yu. Sal teskarisini beraman. Bir marta ko'rgansiz. Bo'ldi, bu kinoni umuman ko'rmayman. Strela deb qo'yganingiz bormi? U kino. Bunaqa kinolar ko'p lekin. Uchtasini sanang. Lekin eslab ham qolmaganman-da. Qanaqadir travma berishi mumkin yoki shunchaki yoqmasligi mumkin. Lekin o'zi oxirgi paytlarda, oxirgi yillarda shunchaki kino ko'rmayapman. Ya'ni misol uchun o'sha kino platformaga kirib, internetga kirib, random kinoni ochmayman o'zi hech qachon. Hayotda random kinoni ochmayman. Oldin bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin buni eslash kerak. Seriallarda Marveldan qiziqsa, She-Hulkni ochib ko'rmaslikni maslahat beraman. Hech narsa yo'qotmaysiz, nimadir topmaysiz ham. Prosta ko'rmaslikni maslahat beraman. Lekin hozir hayolimga to'g'risidan bitta kino kelmayapti lekin. Chunki miyamda har doim yaxshi kinolarni eslab qo'ygan ekanman. Yomon kino bo'lsa, men boshlamaganman, o'sha boshlaridan yo'lga o'tmagan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Bilmadim, yana bilmadim. Balki hozir esimga tushib qolsa, bu savolingizga javob bera olishim mumkin. Yo'l-yo'laki. Kino deganda 3 ta so'z bilan ta'rif. Kino deganda hissiyotlar birinchi o'rinda, xotiralar, hayot degan bo'lardim menimcha. Hayot, chunki hamma narsa o'sha hayotiy, hamma narsani kinodan topsangiz bo'ladi. Masalan, siz bu xuddi kitobga o'xshagan, ya'ni siz bitta odam bo'lib yashaysiz bir umr. Kinoda o'sha bosh qahramonni ko'zi bilan voqelikni ko'rasiz, kuzatasiz. O'sha qanchadir vaqt o'sha personajni o'rniga o'zingizni qo'yib yashab ko'ra olasiz-da. Shuning uchun hayot menimcha. Shu bilan sekin tugatsak ham bo'ladi. Oxirida savol bermayman. Aka tavsiya beradi. Akadan tavsiya beradi. Lekin menda savol bor. Xo'p. Boshida so'ramoqchi edim, suhbatni boshlab yubordingiz. Nega qovoqxona qo'ydingiz podkast nomini? O'sha izohlab berib keting. Qovoqxona kuzatayotganlar uchun. Mayli. Qovoqxonada endi hamma narsa bo'lishi mumkin-ku. O'rish janjal bo'lishi mumkin, janjal bo'lishi mumkin. Har qanaqa mavzu bo'lishi mumkin. Har qanaqa odam bo'lishi mumkin. Kimdir bitta stolda o'tirib olib kino haqida gaplashishi mumkin, kimdir siyosat haqida. Shu kelajakda universalroq bo'lishi uchun qanaqadir zo'r, lekin kreativ nom juda ham. Boshqa mehmonlarga ham mos bo'lishi uchun qovoqxona ozgina detskiy ko'rinishi mumkin. Lekin zo'r. Agar detskiy desanglar, like bosinglar yoki komment yozinglar. Qovoqxona, o'zbekchada qovoqxona xuddi mana pub deyishadi-yu, pivicha. Shunaqa. Suhbatlashib, bizda choy, sog'lom hayot tarafdori choy ichib suhbatlashib o'tirdikda. Mayli, savol bering endi sizga. Videoga like bosib qo'yinglar, do'stlaringizga ulashinglar va kommentariy yozinglar. Keyingi sonlarda kommentariyadan ham mehmon chaqirishimiz mumkin. Shuning uchun
kino haqida umuman yaxshi ko'rgan kinolarni tasvirlab ketinglar, shundan tanlaymiz. Hozir esa Odil aka 3 ta kino tavsiya beradi. Bu qanaqadir mainstream bo'lmasin-da, o'zingiz ko'rib, bir dilingizga tugib qo'ygan, shuni odamlar ko'rsa yaxshi bo'ladi degan kinolaringiz. Yana ozgina o'ylarkanman. Yana ozgina o'ylab ko'rishim kerak. Bor lekin topiladi bunaqa kino aniq. Ko'pchilik mainstream o'sha mashhur ko'pchilik bilgan filmlar, to'g'ri, mainstream filmlar. Unaqa bo'lmasin deyapsiz. Demak, bor bunaqa kino. Lekin buni ham ko'pchilik. Bitta kino bor edi. Nisbatan. Hozir to'xtang. Bitta kino bor edi. Agar siz mencha u kino mainstream emas lekin. U Gollivud ham olmagan uni. Hozir men nomini bitta eslab olishim kerak faqat. Demak, u ispanlar olgan kino, ispan ijodkorlar olgan. Ko'rib turasizmi o'zi? Ispanlarning kinolarini anaqani ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu Majniy dommi? U mainstream. U mainstream. Xo'p. Demak, bitta kino bor, unaqa o'ynagan unda. Mario Casas o'ynagan. Aktyorni bilasizmi Mario Casasni? Yo'q. Ispaniyalik aktyor, o'zi mashhur kinolar bor, xullas, filmni nomi, original nomi hozir Google qilganda Contratiempo deb nomlanar ekan. Oblochkasini chiqarib qo'yasiz. Bizdagi tarjima nomi Ko'rinmas mehmon, o'zbek tiliga dublyaj qilinganda-ku, Ko'rinmas mehmon deb. Ruschasi anaqa Невидимый гость. Menimcha bu mainstream emas. Mainstream deyilmasa kerak bu kino. Drama, detektiv janr yoqsa, bo'ladi-yu, melanxoliyaga yaqinroq vibe kinolar bo'ladi-yu. Yoqtirsangiz, как раз mana hozir kuzga atmosferaga mosroq kino ko'rish yoqtiradiganlar, tabiat bilan uyg'un bo'ladigan insonlar bo'lsa, ko'rsangiz zo'r kayfiyat beradi. O'sha kinoni maslahat beraman. Kamera hozir o'chib qolmadimi? Qarab turibsizlar? Bo'ldi. Demak, mana shu kinoni ko'ringlar. Chunki bu kinoni men ko'pchilikga maslahat beraman va maslahat bergan odamlarim har doim maqtagan. Chunki ozgina nima qilib ketdik-da, endi syujetini qisqacha tushuntirib ketdik. Prosta ko'rishmasin. Syujet bu biznesmen, boy anaqa inson. Xullas, oilali bo'ladi, lekin jazmani ham bo'ladi uni. Oilasiga Parijga ketdim deb, jazmani bilan o'sha o'zini shaharda boshqa tinchroq qishloqqa borgan bo'ladi. Va yo'lda qaytishayotganda avariya bo'lib qolishadi. O'rmonning ichida. Boshqa mashinani urib yuborishadi-da. Короче, ishni yopdi qilmoqchi bo'lishadi. Nimaga? Chunki bu hammaga Parijdaman deb qo'ygan. Bu yerdan hozir gazeta, politsiya kelishi mumkin, skori ma'lumotlar chiqadi-ku. Bu yerda jazmani bilan bo'lib qo'yganim hech kim bilish kerak emas degan maqsadda ishni yopdi qilmoqchi bo'lishadi. Avariya bo'lgan ikkinchi boshdagi odam o'lib qolgan bo'ladi. Asosiy syujet mana shu joydan boshlanadi. Bu boshida shu narsa bo'ladi. Kino shuni ulanib ketgan. Oxirigacha ko'rsanglar, intrigani ham oxiriga tushab turgan. Bitta navasida ko'rib qo'ysak, hozir fosh bo'lib qolmasin deysiz-da voqea. Chunki hamma narsa o'sha voqea ulanib ketib qoladi undan keyingi voqealar, o'sha kungi voqeaga ulanib ketadi. Oxirigacha ham qanaqa tugashini bilmaysiz. Ham oxirgi daqiqasida o'sha narsa voqea sodir bo'ladi, keyin kino tugaydi. Shuning uchun intriga ham 100% kinoda. Men boshqa detektivlarda baribir qisman sezib qolasiz yoki ham tushuntirib qo'yishadi o'zligi, o'rtasida o'sha bitta anaqani ochib qo'yishadi voqeani. Unda unaqa emas. Ham oxirgi daqiqasigacha intriga ushashgan. Birinchi emotsiyam, mana siz boya so'radingiz, qaytadan ko'rgan bo'larmi deysiz deb so'radilar, anaqa aka. O'shagina bitta ko'rardim degan boshqadan, nol emotsiya bilan. Chunki oxir qanaqa tugashini bilaman-da men u kinoni. Shuni bitta ko'rgan bo'lardim qaytadan. Bu birinchisi. Angliskida anaqa bo'lgan. Invisible guestmi? Shu ko'rinmas mehmon xullas. Невидимый гость. Ikkinchisiga xos bittasini o'yladim. Agar melodrama tavsiya qilib ketay, bu melodrama haqida gaplashmaydi, baribir asosan auditoriya yoshlar bo'lsa, o'sha sevgi, muhabbat balki yoqtirishar. Bu Netflix proyekti, umuman mashhur emas, umuman juda anaqa nima deydi, populyar bo'lmagan, lekin birinchi emotsiya bilan ko'rgan odamga, shu o'smir bolaga, menimcha shu 20 yosh, 18 yosh atrofidagi bolalarga
yoqsa kerak. Juda yoqsa kerak deb o'ylayman. Chunki kino nomi, o'sha ikkinchi kino nomi bu Finding You, ya'ni seni topish. seni izlabmi deb tarjima qilishgan. O'zbekchasi ham yozgan bo'lishim kerak. Ha, o'zbekchasiga internetdan qidirsanglar chiqadi, o'zbekchaga ham tarjima qilishgan. Men shu yerdaman deb tarjima qilishgan. Men shu yerdaman. Ruschasi Здесь ты найдешь меня. IMDb'si sal pastroq 6.5, lekin kino balki endi buni Netflixda baribir ko'proq yoshli ko'rgan ekanman, reyting sal pastroq qo'shgan. Umumiy syujet qanaqa? Aktyor bola bo'ladi. Ha, bu kinoni men yoqqan tomoni voqealar Irlandiyada bo'ladi-da. Bahorgi Irlandiya bo'ladi. Shunaqa chiroyli tabiati, shunaqa chiroyli, ani to'r bilan Odin gaplashib o'tirgan sahnalari bor. Shunaqa joylarda voqealar. Juda chiroyli-da, atmosfera, kino atmosferasi juda chiroyli. Ochib berilgan. Aktyor bola o'sha seriallarda rol ijro etib beradigan bo'ladi, yosh bola bo'ladi. Yoqtirmaydi u narsani o'zi, lekin o'sha otasi majburlayotgan bo'ladi, pulucho. Bola endi anaqa nima deydi, tashqi ko'rinishi chiroyli bola bo'lgani uchun, tipa sen kinoda bo'lishing kerak, yaxshi pul topolman deb chiqarmaydi, lekin bola kinoda o'ynagisi kelmaydi. Lekin u bola bosh qahramon emas. Voqealar qiz atrofiga, bosh qahramon qiz bola. U Irlandiyaga praktika uchun keladi, o'zi Nyu-Yorkda yashaydigan bo'ladi. Skripkachi bo'ladi. Irlandiyada amaliyot tajriba oshirish uchun o'sha qanaqadir festival emas, xullas o'sha nimadir musobaqada g'olib bo'lish uchun o'tolmaydi. Nyu-Yorkda boshida mana praval bo'ladi, отказ qilishadi, keyin Irlandiyaga borib o'shani o'rganmoqchi bo'ladi xullas. Shunaqa qanaqadir amaliyotga yoziladi stajirovkaga. O'sha voqealar keyin o'sha bahona Irlandiyada o'sha aktyor bolalar tanishib qolishadi. Ular qiz gostinitsa borgan uyi otelmi? Otelda kichkinasi bo'ladi. Xullas kichkina otellar bo'ladi. Uyidan mehmonlar qilishadigan bo'lishadi. O'sha qarindoshlarnikiga keladi. Qarindoshlarini otelda aktyor bo'lib tunayotgan bo'ladi. Yashayotgan bo'ladi. Hech kim bilmaydi. Ani jurnalistlar bosib ketmasligi uchun, ya'ni imijimizga kirib chiqib yuradigan bo'ladi. O'sha yerda voqea o'sha tanishib qolishadi. Bu prosta oddiy drama emasdi. Ya'ni baribir yerda qanaqadir falsafiy nuqtalari bor. Ko'rish kerak. Birinchi o'rinda skripkachi qiz amaliyotni o'sha borgan joyda olmaydi. Pubda, qovoqxonada skripkachi amaki bilan tanishib qoladi. U yerda shunaqa maslahatlar beradi, hayotiy tajribalarida katta bo'ladi-da uni, lekin unaqa mashhur bo'lmaydi. Pubda chalib yuradigan bo'ladi. Shunaqa zo'r gaplar aytadi u, ko'rsangiz, lekin har qayerdan har qanaqa yo'nalishga moslab bo'ladi. Xuddi boya aytganingizdek, yosh bola arqon sakradi degan kodlari bor, sitatalari. Shunaqa yaxshi anaqalar beradi qizga. Qiz skripka bo'yicha короче tajribasini oshiradi u yerda. Sujet lekin oxirigacha nima qilmayman, bu shu boshlarini aytib bera olman sizga. Bola bo'lsa qizni yaxshi ko'rib qoladi, faqat shunchaki yaxshi ko'rib qolmaydi. U o'tda qizga kinoda yaxshi ko'rishini o'zi mana amaliy nima deydi, tashqi nima desa bo'ladi, harakatlari bilan ko'rsatib beradi. Ko'rish kerak kinoni, ko'rish kerak. Bitta kampir ham qatnashgan kinoda. Ruhiy nosog'lom kampir bo'ladi. Ularni suhbatga yuboradigan bo'lishadi. Qizi kampir oldiga borib yordam berib yurdi. Xullas, juda zo'r kino. Men hozir oxiriga ayta olmayman, lekin juda zo'r kino. Bir marta ko'rganman, yoqtirib qo'yganman kinoni. Zo'r kino. To'g'ri, unaqa katta kino emas. Netflix bilasiz endi baribir katta kino emas, lekin har holda baribir Netflix olgan. Pul ajratgan bu kinoga yaxshi aktyorlar ham unaqa известный aktyorlar emas, yosh aktyorlar. Bironta известный aktyor yo'q kinoda. Lekin aktyorlar ham zo'r o'ynagan rollar. Va uchinchisi ham menimcha shu drama, melodrama bo'lsa kerak. Bu ham anaqa emas. Katta kino emas, bizning yoshligimiz bizdan oldingi даже Спеши любви, hayot qadri degan kino. Ko'rganmisiz? Hayot qadri. Bu hayot qadri degan hind kinolari ham bor. Agar hind kino hayolingizga kelayotgan bo'lsa, hind kino emas, bu shu Amerika kinosi. Inglizcha original nomi Walk to Remember ekan. Eslab qolish uchun yo'lmi, nima? Shunaqa bo'ladimi? 3 xil tilda 3 xil tarjima qilingan. O'zbek tilida hayot qadri, ruschada Спеши любить, Walk to Remember. Xullas, qiz bo'ladi. Qiz va bola maktabda o'qiydigan qiz bo'ladi. 2000-yillarning kinosi. Hozir bu aktyor aktrisalar qarib qo'ygan. Qiz juda ham nima deydi? Religiya deydimi? Diniy anaqasi kuchli bo'ladi. Ularda nima xristian dini bo'ladi. Ular o'zi cherkovlariga borib
juda dindor qiz bo'ladi. Bola такой Kuchinski bo'ladi. Hadi crash deydi, shunaqa bola bo'ladi. Oqqon kasalligiga saraton bo'ladimi, shunaqa chalingan qiz bo'ladi va endi men birinchi marta ko'rganim uchun bu kino juda birinchi marta ko'rgan paytim juda yaxshi qoldirgan. Unaqa oddiy kino emas, lekin ko'rsangiz, u yoqda ham o'ziga yarasha yaxshi syujet ko'rsatilgan. Bolani otasi bilan munosabatlari unaqa nima desa bo'ladi, Kuchinski hayotdan, такой gangsterlarning hayotidan qanaqa qilib mana bunaqa dindor qiz bilan sevishib qolishi, u bolaning yo'qda o'rtog'i, onasi. Umumiy, 2000-yillarning vibe'ini yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, 2000-yillar Amerikasini kinosini yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, bitta ko'rish maslahat beraman. Ko'rasiz, yoqadi, yomon fikr bildirmaysiz. Yaxshi kino, oxirigacha syujet juda zo'r ishlangan. Maslahat. Endi siz katta kino demaganingiz uchun bilan aytaman. Kattaroq kino deganingiz boshqa kinolar aytardim. Men o'zim birinchi aytgan kinongizni hozir borib ko'raman. Birinchisi u zamonaviy. Adashmasam uni Netflix qo'yganmidi, bilmayman. Menimcha Netflix olmagan. Uni hindlar plagiat ham qilgan. Hindlar plagiat ham Amitabh Bachchan o'ynagan u kinoda. Hindchasini bilmayman nomini, lekin men shu haqida bitta post yozganman-da oldin. O'sha kommentariyasiga yozishdi. Bu hindlarning kinosi o'zi deyishgan. Keyin men Google qilganman, chiqqan sanalar qaysi birinchi. Bu birinchi chiqqan. Bu 2016 chiqqan, hindlar ishlagan 2018 mi, 2019 chiqqan. Ya'ni ba'zilar hindlar ishlagan deb adashib qo'ymasin. Original ispanlar ishlagan, hindlar keyin plagiat qilgan uni. Bollywood. Shu bilan sekin tugatsak ham bo'ladi. Videoga like bosib qo'yinglar, yaqinlarga ulashinglar, repost qilinglar, komment yozinglar. Kelganingiz uchun rahmat aka. Endi men qovog'imiz sizga sovg'a bo'ladi. Rostdan. Shunaqa. Haqiqiymi o'zi? Haqiqiy qovog'. Как раз o'zi yaqindan Halloween. Mana buni videoga borsangiz, anaqa boshidagi tanlovlar uchun kechirim bo'ladi. Boshidagi qizlar yaxshi, to'g'ri lekin endi qovoq bilan aldab ham bo'lmaydi. Sizlarni qimmatroq rasxodga tushirdingiz mana bugun. Uni o'zim bilan olib ketaman. Rahmat, taklif uchun rahmat. Zo'r bo'ldi. Nazar gaplashdik. Men boshida to'g'risini aytaman, bunchalik yaxshi kirib ketamiz deb o'ylamadim. Yuzakroq gaplashib o'tib ketsa kerak. Rasmiyroq suhbat bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, zo'r, erkin, juda mazah ko'rdim. Obuna bo'lib qo'yinglar. Menimcha keyingi mendan keyin ham chaqiradigan mehmonlaringiz qanaqadir ko'pchilik kuzatadigan, yoqtiradigan insonlar bo'lsa kerak balki. O'lmas Temur bilan. U spoiler qilib qo'ydilar. Mana oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz spoiler. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar, keyingi son o'lmas. Ha, mana haqiqiy kinomallarni taklif qilayotgan ekanlar. Ko'ringlar, foydali suhbatlar bo'ladi. Rahmat. Menimcha bu oxirgisi bo'lmasa kerak. Yana bir taklif qilsangiz, mana keyinroq bir yana gaplashamiz. Mana ungacha ko'proq kinolar ko'rib kelaman-da, aytib beraman kelishlar sizlarga. Rahmat, zo'r bo'ldi. Like bosib qo'yinglar.